Namangan viloyati Chortoq tumanida 14-oktyabr 14:20 chamasi ikkita bo'ydoq yigit tortishish oqibatida janjal yuzaga keldi. Afsuski bu janjal qon to'kilish bilan yakun topdi. Batafsil ma'lumotni jabrlanuvchidan eshitamiz. Aka, men unga oshibsiz gapirgan joyim yo'q edi. O'zimizda Chortoqda Giptodan o'tganda o'ng qo'lda toy bola degan o'yinchoq do'kon ochildi dedim. Velosipedlar ham aksiyaga tushgan 880 mingdan olsa bo'ladi. Undan tashqari skuterlar ham bor, skuterlar ham arzon. Hamma do'kondagi xohlagan o'yinchoqlarni muddatli to'lovga ham berishadi. Narxlari ham arzon degan joyimda o'zidan o'zi qoqvorib o'tiribdi-da mana shu yerimga. Qani u? Ana, yana keldi. Abid qilib, abiddan 2000 so'm pulim ortib qoldi. Shu orqa tomonlarga yengillay deb o'tirdim. Qarasam, o'sha baqir-chaqir bo'lyapti. Tushunmadim nima bo'layotganini. Uka, ming bor uzr, urib yubordim. Bunaqasini eshitmaganman. Uka, yuragim chataq meni, qo'lim ketib qoladi. Muddatli to'lov ham bor ekan-da, Muddatli to'lov. Siz aka eshitmadingiz xolos-da, arzon aka tem bo'yli, bemalol. Endi u shaharlarga tushmasdan bemalol olsa bo'ladi dedim. Olishku men aka. Yo'q, ana velosipedlar nech pul dedik? 880 mingdan chiq. Voy. Uzr uka, ming bor uzr.